Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bolishlari ham mana shu xurmo daraxtidan foydalanilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yotgan karovatlari ham mana shu xurmo daraxtidan qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarining ustunlari ham xurmo daraxtidan ustun qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarining tomlari ham mana shu xurmoning shoxchalari bilan tomlari bekitilgan. Mana shu masal Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bolishining tari. Habibulloh, Rasululloh, Nabiyulloh, ikki olamning sarvari, 18 ming olamning sayyidi, qiyomat kunida Alloh taoloning eng yaqin habibi, shafaat haqqi berilgan shafaatning sohibining dunyoda yotgan yostig'ining tari shundan ekan. Biz esa nima qilyapmiz? Noliyapmiz. Qolilanma tashkurun, juda ham oz shukr keltirasizlar deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bolishlarining parlari shundan, bolishlari teridan yasalgan. Endi payg'ambarimizning nimasi, karovatlari nimadan bo'lgan edi desa, karovatlari o'sha xurmoning shoxchalaridagi ko'ryapsizlarmi, mana shoxlarini, barglarini. Shu barglari to'qilib keyin bo'yra qilinadigan shunda yotardi ekan. Shundan biz xulosa chiqarib olishligimiz kerak. Nima? Qanoat.